Hammaga shularni sotilayotganini e'lon qilamiz. Kimga skot, tureshga angora kerak bo'lsa, zotdor mushuklarimiz emlangan. Kecha olib kelishim bilan emlaganmiz. Olib borib veterinarga qabul qilib oldik, emlab keldik. O'zimni ham yosh bolam bor, emlangan, toza, hammasi lotok biladi. Birinchi hamma mushukni men uyga olib kelaman. Uydan keyin sotuvga chiqaziladi, chunki o'zim hamma mushukni o'zim tekshirib olaman. Narxini kelishiladi. Shu raqamlarga aloqaga chiqsanglar. Eng muhimi, sizlarga obunachilarimning iltimosiga ko'ra bitta mushuk olgan odamga ikkinchisi tekin qilinadi. Shunda mushukni teng yarmidan olayotgan bo'lasizlar. 300 minglik skot mushuklarimizni hech qayerda yo'q 150 mingdan beradigan. Faqatgina mana obunachilarimga 300 minglik mushuk 150 mingdan tushadi. Tureshga angoralar ham xuddi shunaqa. 120 minglik mushuk ikkitasi 60 mingdan tushadi. Ulgurib qolinglar. Soni cheklangan, aksiyamiz tugab qolishi mumkin. Va mushuklarimiz uje 30 ta bo'lib ketgani uchun bularni kamaygandan so'ng yana mushuklarimiz yangi partiyasi qabul qilib olamiz. Yana aksiyamiz davom etadi. Obuna bo'lib, meni kuzatishni davom etamiz.